Sizni otangiz bilan bir tirikchilik boshlagandik. Biznes qilgandik. Otang vafot qilib qoldi mana bu kasallikdan. Uni daromadini ustiga daromad qo'shilib, hozir shuncha pul bo'ldi, oxiri topib keldi. Mol o'sganda shuncha mol bo'ldi, mana olgin deb qo'limga tutkizib ketdi deydi. Hayronman deydi. Nima qilyapman? Odamlarga tez ehson qilishni boshladim deydi. Yurt yana o'z holiga keldi deydi. Sarmoya, pulim bor, biznesim zo'r bo'lib ketdi deydi. Yuzlagan odamlarni uyimga yig'ib ehson qiladigan bo'ldim. Yediraman, ichiraman, kiydiraman, qo'llariga tutqizaman, duo olaman deydi. Bir kun ehsonimni qilib bo'lib, tugatib, xonadonimga kirib, salqinda ozgina nafas rostlayman deb, ko'zim uyquga ilinibdi, uxlab qolman dedi. Uxlab qolsam, qarasam qiyomat boshlanibdi. Mahsharda turibmiz, hisob kitobga boryapmiz. Alloh subhanahu va taolo birma-bir hisob qilyapti. Men ham mahshargohga qaltirab, titrab bordim. Alloh subhanahu va taolo so'radi: "Nima bilan kelding?" Men sanashni boshladim. 100 ta odamga ehson qildim, uni qildim, buni qildim. Alloh taolo farishtalarga aytdi: "Olib kelinglar shu qilgan amallarini. O'lchanadigan taroziga qo'yinglar, pallaga qo'yinglar. Katta ko'ringan savoblarni olib kelib qo'yardi, tosh bosmaydi" deydi. Tushida ko'rgan voqea. Tosh bosmay turaveradi deydi. 100 ta odamga ehson qilgan, faloncha talabaga qilgan, mahallaga undoq qilgan, bundoq tosh bosmaydi deydi. Qarasam amal qolmadi, hech qanaqa savobim qolmadi. Alloh taolo yetmadi-yu dedi. Farishtalarga aytdi: "Yetmadi amali, jahannamga kirgizinglar." Farishtalar aytdi: "Parvardigor, bitta amali qolib ketibdi." "Nima amal?" "Bir yetimga ehson qilgan ekan, yaxshilik qilgan ekan." Bundoq qarasam, o'sha devorning soyasida ko'zlari jiqqa yosh, Alloh seni rahmat qilsin deb 4 ta nonni, yupqa nonni quchoqlab turgan ayol ko'zimga ko'rindi. Olib kelib qo'yinglar shu savobni. Shu savobni olib kelib qo'yishodi, kichkina amal tarozini pallasini sindirib yuboradi. Shunaqangi tosh bosdi. Jannatiy bo'lding deyildi. Ko'zimni ochib qarasam, butun a'zoy badanim terlab ketgan. Vujudim titrayapti, qo'l oyog'im qaltirayapti. Nima dedim? Alloh subhanahu va taolo o'zing muhtoj bo'lib turgan, o'zingga zarur bo'lib turgan narsani ehson qilsang, darajasini mamlaqa yuqori qilar ekan dedim. Boy odam, bor odam, hamma narsamiz bor, sharoitimiz bor paytda qilgan ehsonimiz bilan o'zimiz muhtoj bo'lib turib, o'zimiz och bo'lib turib, birovni to'ydirganimizni ajri hargiz teng bo'lmaydi.